Bolalar qaranglar, bu yer qimirlashi qishlog'imizni uylarini vayron qilib yubordi. Nafaqat qishlog'imizda uylarni, hamma uylarni ko'ryapti. Огородni ham rasvosini chiqardi qishloqlar. Endi nima qilamiz? Hozir hech narsa qilishni ham bilmayapmiz. Bizda kerakli narsalar ham yo'q. Kimdirning yordami kerak bizga. Qishloqi, to'g'ri aytasan. Hozir bizda resurslar ham yo'q bularni tiklash uchun. Shundaymi qishloqi? Albatta Kampot, bizda yetarlicha resurslar yo'q qishloqni qayta tiklash uchun. Qishloqning yarmini uylari vayron bo'ldi. Kampot, axir birgalashib qilsak bo'ladi-ku. Qishloqi to'g'ri aytyapti. Bir-birimizga yordam beramiz, unda borib birga resurslar yig'amiz. Unda nima deysizlar qishloqlar, uylarimizni ta'mirlaymiz va oldingidek ajoyib bo'ladi qishloqlar. Nima deysizlar shunga? Hozir hammamiz borib o'rmondan resurslar yig'ib kelamiz, bo'lmasam qishloqlar. Okeymi, rozimisizlar? Xo'y, qishloqlar, nimaga bunaqa bo'lib qoldlaring? Nima bo'ldi qishloqi? Yoningga qara Kampot. Yomon mana bular zombimi? Tezroq qochish kerak, bu kelgan zombi apokalipsi boshlandi. Qanaqa zombi apokalipsi qishloqi? Qarab tur. Kampot, tezroq borib bu yerdan qochishimiz kerak. Zombilar kelyapti axir. To'xtab tur qishloqi. Men uyimdan narsalar olib chiqay. Jonursin, mana bu zombilar. Sandig'imda hech narsa yo'q ekan. Zombilar. Stop. Nega qishloqqa qara, ana bular bizga teginmayapti. Hoy ahmoq, tezroq qoch bu yerdan. Qishloqqa to'xta. Salom zombilar, nega teginmayapsizlar? Hoy zombilar. Salom, qandaysizlar? Menga teginmaysizlarmi? Hoy. Nimaga menga teginmayapti zombilar, obunashlar? Hoy zombilar. Men umuman tushunmayapman. Hozir zombi g'ingillab, zombi ovozda gapiryapti, lekin men zombi tilini umuman tushunmayman-ku. Barchaga salom obunashlar. Sizlar bilan men Kampot va meni yangina videomga xush kelibsizlar. Xullas, bugun qishlog'imizda zilzila bo'ldi. To'xtanglar, bular nima qilyapti? Zombilar, hozir sizlar nima qildilaring? Hozirgina meni sizlar uyimni qaytadan qurib berdilaringmi? Men tushunmayapman. Zombilar nimaga bunday qilyapsizlar? Obunashlar, qaranglar, zombilar meni uyimda oldingidek tuklab berdi. Endi uyimni ta'mirlashim shart emas, lekin tushunmayapman. Nega zombilar bunday qilyapti? Obunashlar, men tushunmayapman. Shunchaki ular menga tegmay, hozir uyimni to'g'rilab berishdi. Qishloqni qaranglar, qishloqqa qo'rqib o'tiribdi. Kampot, bu yerga kir, tezroq ichkariga kir. Hoy qishloqqa, qo'rqmasang-chi, tashqariga chiq. Axir zombilar menga teginmayapti-ku. Davay tashqariga chiq, mana. Menga umuman teginishmayapti qishloqqa. Haligacha uyning ichida o'tiribsan. Davay kel bu yerga. Yo'q, qo'rqyapman Kampot. Qishloqqa, bularni zombilarga qo'yib ber. Davay o'zing tashqariga chiq. Mana qishloq, uying ham bitta, ulardan rahmat so'ra. Jonursin, rahmat sizlarga zombilar. Kampot, men ushlayapman. Nega zombilar bizga tegmayapti? Bizga yordam berishyapti. Axir oldin unaqa emas edi-ku. Hozir zombilar bizga nimadir deb yotibdi, lekin afsuski biz zombi tilini tushunmaymiz-da qishloqqa. Lekin nima bo'lganda ham zombilarga rahmat. Men ham umuman tushunmayapman. Zombilar bilan oldin bizlar urush qilardik. Hozir esa zombilar bizga yordam beryapti. Xo'sh, rahmat sizlarga barchangizga zombilar. Lekin faqatgina mana bu katta uy bilan огородlarimiz qoldida. Mayli, bularni o'zimiz tuzatib olamiz zombilar. Sizlarga esa kattakon rahmat zombilar. Vobshe katta yordam qildinglar bizga.
tushunmadim. Hozir men gapirayotganda sizlar mana bu katta uyni ham birpasda to'g'rilab bo'ldilaringmi zombilar? Nega bizga yordam beryapsizlar? Hozir demak men aytganlarimni qilasizlar. Shundaymi zombilar? Demak shunday. Boya men aytganlarimni qildilaring. Yaxshi, sizlarga lekin kattakon rahmat zombilar. Mana bu ekinlar qoldida, ekinlarni ham tuzatish kerak zombilar. Lekin sizlar ekinlarni tuzata olmaysizlar. Qo'y, bu yerga kel. Axir ekinlarni rasvosini chiqarasan-ku. Qo'y zombi. Ha, mayli qo'yib beramiz, lekin ehtiyot bo'lib qol. Ha, obunachilar, qaranglar zombilar, ekinlarni ham to'g'irlayapti. Ajoyib, nega bizni aytganimizni qilyapti. Sizlarga rostdan ham kattakon rahmat. Vobshe ajoyib ekansizlar-ku. Wow, rahmat sizlarga. Zombilar, obunachilar, siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing, tezroq men birga bo'lishim kerak. Zombilarni qaranglar. Meni qishloqni, katta uyni va agrodlarni to'g'irlab berishdi. Ajoyib, sizlarga mingdan ming rahmat. Axir bizga kimningdir yordami kerak edi. No, zombilar hozir yo'q bo'lib qoldi joyida. Obunachilar nega yo'q bo'lib qolishdi? Ha, mayli obunachilar o'zlaridan o'zlari yo'q bo'lib qolishdi zombilar. Lekin qornim och qoldida, hozir yeyishga hech narsam ham yo'q ekan. Balki ekinlardan olsam ekan, yo'q, ekinlar ham o'smagan desam. Zombilar, meni ovozimni sizlar qayerdan eshityapsizlar? Hozirgina yo'q bo'lib qoldilaring-ku. Mana bu ovqatlar olib keldilaringmi? Meni qornim och qolgandi. Sizlar meni eshitib darrov ovqat olib keldilaring. Voy, yeb ko'raylik. Muncha mazali bo'lmasam, rahmat senga zombi. Xo'sh, davay noningni berchi. Qani, voy, zo'r ketadi-da non. Bu yerda tort ham bor ekan. Muncha shirin bo'lmasa mana bu tort. Zombilar, sizlarga kattakon rahmat obunachilar. Qaranglar. Men to'yib ketdim zombilar. Sizlarga rahmat. Ancha och qolgan ekanman. Mana bu tortlarni qaranglar. Hammasini yeb qo'ydim. Zombilar, sizlarga rostdan ham rahmat. Zombilar, sizga yoqib qoldimi endi obunachilar? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar va kanalimga ham obuna bo'linglar. Bu olmos nimaga menga berdilaring? Wow, ajoyib zombilar. O'zlaringdan o'zlaring menga almos berdilaring. Rahmat sizlarga. Obunachilar, zombilar bizga juda katta yordam qildi. Men ham zombilarni nimadir bilan siylamasam bo'lmaydi. Bu odobdan bo'ladi, shundaymi? Demak, bularga men kattagina dasturxon tuzib beraman zombilarga. Hozir bularga aytaman, "Xo'y, zombilar, sizlar mana shu yerda turib turinglar. Sizlar hech qayerga ketib qolmanglar. Hozir sizlarni men chaqiraman. Faqat shu yerda turinglar." Hozir obunachilar, menda bitta g'oya bor. O'shani sizlarga aytaman. Xullas, men katta dasturxon tuzmoqchiman zombilar uchun. Hamma zombini chaqiraman va bitta dasturxonda o'tirib, zombi ovqat yemaydi-ku, sizlaring bilaman. Zombilarga go'shtlar beramiz. Mana obunachilar, men stollarni hammasini tayyorlab olib keldim. Endi mana bu yerga qo'yib chiqsak, iltimos siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosib qo'ying. Sizdan iltimosim faqatgina shu. Menda mana bunaqa tortlar, o'rgimchak ko'zi, xom kartoshka va mana bunaqa katta go'sht bor inventarimda, ko'rib turishingiz mumkin. Lekin oldin mana bu stollarni qo'yib chiqishimiz kerak. Zombilarga rostdan ham bular albatta yoqadi obunachilar. Mana ko'rasizlar, bunday qilamiz. Bu nopda mana bu yerga bunday qilib bir qator qo'ysak, ajoyib bo'ldi obunachilar. Endi bularni ustiga mana bunaqa katta go'shtni qo'yaman. Ko'rdinglarmi obunachilar? Mana bu go'shtni. Vobshe ajoyib, juda katta go'sht. Ko'rdinglarmi? Stop, nega oqarib qoldi? Mayli, birinchi tovuqlarni qo'yib chiqaylik zombilar uchun. Qaranglar, oqarib qolyapti. Nega? Mayli, tezroq yeyish kerak bu go'shtlarni. Hozir zombilarni chaqiraman. Kartoshkani bunisiga va menda yana nimalar bor? Bunisiga kartoshka, bunga va mana bu tarafga tortlardan qo'ysak, mana bunaqa shirinliklardan mana bunday qilib bu yerga ham, bu yerga ham va bu yerga ham va menda o'rgimchakning ko'zlari bor obunachilar. Mana shu yerga qo'yamiz. Zombilar buni albatta yeydi obunachilar. Keyin hozir zombilarni chaqiraman. Iltimos, siz kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. Sizga qaysi YouTuber yoqadi, kommentariyaga yozib ketinglar. Mana obunachilar, meni stolim ham tayyor. Xo'y, zombilar, yaxshi ketib qolmabsizlar. Davay meni ortimdan ergashinglar, ortimda yuringlar zombilar. Yaxshi kelishyapti obunachilar. Mana
bu sizlar uchun zombilar. O, nimaga o'ynayapsizlar? Obunachilar qaranglar. Zombilar o'ynashni ham bilarkan, o'ynayverishyapti. Ajoyib zombilar. Вообще zo'r-ku sizlar. Davay endi mana bu dasturxonga o'tiringlar. Bu sizlar uchun men tayyorladim. Bu minnatdorchilik belgisi. Sizlarga yana bir bor katta rahmat zombilar. O, mana bu muzikani qaranglar. Zombilar mazza qilib xursandchilik qilishyapti. Ajoyib obunachilar. Xullas, barchaga xayr. Sizlar bilan men Kampot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Kanalimga obuna bo'ling. Zombilar bugun xursand va barchaga xayr obunachilar.